Qadrdon maktab maskanida o'tgan ro'parosa 11 yillik betakror lahzalar bilan xayrlashish bitiruvchilar uchun biroz mahzun, ammo juda hayajonli. Suxlik yoshlarning esa kelajakka ishonchi juda ham mustahkam. Zero, davlatimiz rahbarining bitiruvchilarga yo'llagan bayram tabrigi Yangi O'zbekistonda yoshlar masalasi oddiy rasmiyatchilik emas, balki yuksak e'tibor va uzoqni ko'zlagan davlat siyosati ekanini yana bir bor isbotladi. Tumandagi barcha umumta'lim maktablarida ko'tarinki ruhda o'tgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida tuman hokimligi hamda maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi vakillari ishtirok etdilar. Ular sohadagi tub islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar va prezidentimiz tabrigining mazmun mohiyatiga alohida to'xtaldilar. So'nggi qo'ng'iroq tadbirida muhtaram prezidentimizning bitiruvchilarga yo'llagan tabriklari o'qib eshittirildi. Barcha maktablarda tadbirlar ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Oliy ta'limga kirish ko'rsatkichimiz o'tgan yil 2025-yilda 2024-yilga nisbatan 6% ga oshgani hammamizga ma'lum. 2026-yilda esa undan ham yuqori ko'rsatkichga erishamiz degan umid qilaman. 11-sinf bitiruvchilarimiz bu yil 1264 nafarni tashkil etadi. Davlatimiz rahbarining tabrigida aytilganidek, bugun qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyo tan oladigan olim bo'ladi. Bugun oldiga katta maqsadlar qo'ygan intiluvchan yoshlarimiz ertaga millionlab insonlarga xizmat qiladigan texnologiyalarni yaratadi. Bugun kitob o'qiyotgan bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadigan farzandlarni tarbiyalaydi. Bu so'zlar bizga Sux yoshlariga juda katta kuch va qanot bag'ishladi, dedi Suxlik maktab bitiruvchilaridan biri. Bugun muhtaram prezidentimizning tabriklari o'qib Bu tabrik biz yoshlarga juda katta motivatsiya berdi. Bizning kelajakdagi orzularimiz va maqsadlarimizga olg'a intilishimizga undadi. Men uchun bu yil juda muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Chunki umumta'lim fanlari bo'yicha fizika va matematika fannidan milliy sertifikat qo'lga kiritdim va oliy ta'lim muassasasi imtihonlaridan oldin 150 ballni qo'lga kiritdim. Bugun biz uchun unutilmas va tarixiy kun bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning tabrik so'zlari bizga o'qib eshittirildi. Bu yuksak e'tibor va ishonch biz yoshlarga yanada kuch-g'ayrat bag'ishladi. Tantanali tadbir davomida yuqori natijalarga erishgan iqtidorli o'quvchilar va ularni ham kamolga yetkazgan ota-onalariga tashakkurnomalar hamda eng qimmatli sovg'a badiiy adabiyotlar topshirildi. Ana shunday yuksak ishonch va g'amxo'rlikdan kuch olgan Sux yoshlari bugun mustaqil hayotga dadil qadam qo'ymoqdalar. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi.